mashinada ketayotsa, orqadan nimadir tiqir qildi-da. Yo'q. Shuni orqaga qarasa, oppoq nimadir turgani işte. Yo'q. Bolani yuragi yorilib, paq yorilib ketdi. Qo'rqitishma, vahimani uyasizlar. Bo'pti, men ana chakalayzordan ketaman, odamni yuragini tushir. Nima kerak? Qo'rqma. Orqadan nimadir tiqir qildi-da. Orqaga shundoq qaragan ekan. Oppoq nimadir turgan ekan. Orqaga qaraverma. Mendan ketib sen qayerlarda yuribsan? Namuncha qarayib ketgansiz? Ko'p chekyapti deb, bilos ko'zingni olamay o'lgur. Yana chekyapti. Qurum bo'lib ketdi. Nima bo'lyapti? Qiz o'tyaptimi deyman-da, yana qonini tortyapti. Zalga borsangiz bo'lmaydimi? Qonni bolalarga jo'natib qo'yinglar. Chivin bo'lgan, jonga tegdi, ushlab olsam. Sen ham kompyuterxonada git o'ynaysanmi? Ha, diskoteka kiraman. Voy, qizlar bor. Hali alohida xonasiga kirsang bo'larkan qizlar. Manaqasiga o'ynaydi. Remenim qani? Bormayman, to'yga ishtonim tushib ketyapti. Aya, men remenimni ko'rmadingizmi? Ha, mana ekan. Qizlarda ajali bo'ldimi, to'yni yondiramiz. Hozirgi zamonaviy bolalar Brent Rose'dan kiyinishadi. Sababi Brent Rose'dagi barcha sifatli oyoq kiyimlar 99 mingdan. Brent Rose'dagi barcha shim va trikolar 99 ming so'mdan. Undan tashqari Brent Rose'dagi hamma ko'yni vitrovkalar 119 ming so'mdan. Aksiya Brent Rose barcha filiallarda 9-sentyabrgacha amal qiladi. Aya, men mashinada maktabga boramanmi? Ha, 9-sinfgacha kelsandu kattasini oldim-da. Xabarlarga qo'ying, multfilm ko'rmasdan dada. Jicha ozorlaring yetmasmidi? O'g'il bola! Labbaydana. Mana 12 mingga bitta brit olib keling, tezlashib, o'g'il bola. Yes qilamiz dada. Bitta britva. Kutaman. Antoshka. Kelmasang. Пойдем копать картошку. Kutaman. Пойдем копать картошку. Kelmasang. Пойдем копать картошку. Hilol xo'ja? Hayvon. Dada nimaga qo'yapsiz? Men seni nimaga jo'natdim? Kelsa Yashamaylik ekanda. Ali, yur masaj boramiz, zo'r qizlar bor. Qizlar masaj qilsa bormayman men, xotinimdan qo'rqaman. Xotindan ham qo'rqadimi? Qo'rqaman-da, bolam uni qo'lida bo'lsa. Onam uni qo'lida bo'lsa. Vahma qilma, yur, yur. Zo'r bo'ldi lekin masaj. Qaravermanglar, uyaltirib. Alo. Bekor qilding bu ishni. Onang bilan bolang meni qo'limda. Tezlash. Onajonim. Onajonim. Yashamaylik ekanda. Menga qara. Bugun chorshanba nos kelish kerak edi. Qarachi kelganmikan? Nosam kam qoldi-da.
Hozirgi yoshlar qarasa qanday bo'ladi? O'zimga kelolmayapman. Bo'ldi, qaysi qo'shiq edi? Bo'ldi qilgin, bitta qiz deb yig'layapsanmi? Ha, jinni. Men qiz bolam deb yig'lamayman. Jinnisiz, jinni. Umon, sen meniki emassan. 236-daqiqasiga qo'yib qilishdan beraman. Chidolmayapman, to'g'risi aka, tushunyapsizmi nima ish qilganimni? Uka kalbim tarqatibording-ku. Bitta qiz uchun siqqilibording-ku, bo'ldi endi. Qanaqa bola eding, o'zingga kel. To'g'ri aytyapsiz aka. To'g'ri aytyapsiz. Meni hurmat qilmadimi? Men uni-chi, kechda bunaqa qizdan aka, to'g'risida. Malades. Bitta suvga tushib chiqqan o'zing kelasan. Yarash oldingmi? Ha endi kim xato qilmaydi deysiz? Xato qilganda er-xotin urushi doka ro'molni qurishi. O'zingni er-xotin yasa oldingmi? Ha, bizning muhabbatimizni ko'ra olmaydigan, ichi mag'arlab, qorayib ketgan ifloslar ko'payib ketdi-da. O jonim. O jonim. O jonim. Ko'z ijrolar yomon chiqar, ko'zlar bilan. Hozir boshqa joyingizda tutib chiqadi, yurmaydi. Endi o'g'il bola hamma xato qiladi. Bir marta kechiraman. Agar chekmayman deb va'da bersangiz, urmayman. Boshqa chekmayman. Ama yana chekadigan bo'lsangiz, mana o James Brown tuflisi olma. Men hali vazelin surtib o'tirmayman ama. Qalampir surtayman, o'ppa. Ha, ko'proq chekkansizda, to'g'rimi? Ko'proq chekib sigaret chekkansiz, o'rganib qolgansizda, xumor tutyapti. Yo'q, Dubayga aylanib kelyapti. Xotin, hali tondagi, sandiqdagi dollarlardan bir ikkita chatam chiqib, jinni pulimiz VIP Dubay deydi. Bir Amerikami, Vatikanmi, shelmi, aslaga jo'natib, jinni pulimiz VIP o'zi qog'oz topolmayapmiz. Pul yo'q, darmay. O'g'lim sizga boshqa narsani o'rgataman. Qarang, Instagramga kirasiz, MS Store profiliga kirib turib, shunday podpiskani bitta tashlab, har xil opalaringizga tashlagandan ko'ra, oxirida qo'ygan birinchi postiga kirasizda, like-dan tic etib bosasizda, mayda kommentariyaga shunday "Qichirmi" deb xohlagan so'zingizni tic qilib yozasizda, bitta jo'natib qo'yasiz. Bo'ldi. Yaqinda 2 kishilik bilet o'ynaydi, kelamiz, ketamiz. Metallica, Ronaldo, Messi, Kamera, bobo. Hold. Vinicius. Biz ham o'ynasak bo'ladimi? jamoang bormi? O'zbekiston terma jamoasi. Encara Messi, gol. O'zing ham ishonmasang orzularing ushalmaydi. O'zingga o'zing ishonmasang hech kim ishonmaydi. Xohlasang ucha olasan, seni hech kim usholmaydi. Kim edi bu? Bu O'zbekiston terma jamoasi bil Olimpiadada kelganini qon qaqshatishadi-da. Seni qoningda jadidlar qoni. Kecha Instagramda tashlagan narsani ko'rdingmi? Qaysi? Senga narsa tashlamayman bor. Sen tashlagan narsalarni ko'rmayapsanmi? Qaysi? Xo'p. Oldi men senga ketgan megabaytlarimga sudlashaman. Xo'p, nima tashladim eslatchi? Qilorma, qaysi? Esimda yo'q. Senga qaytib narsa tashlamayman. Mo ip tushagin, tushamoydi. Nima bu endi? Uzildi oshnachiligim. Oshna bloksan.
Bo'pti, kechir, to'xta. Ha, O'rtoq, bo'ldi, kechir. Videolaring ko'raman, blokdan chiqarib qo'y. bo'l, blokdan chiqarib qo'yaman, hamma tashlagan videolaringga reaksiya qoldirib ko'rib chiqasan, tushundingmi? Zo'r video ekan. Aliga tashlab qo'yaman. Ha, sen odam bo'lmaysan, sen umuman odam bo'lmaysan. Kecha tashlagan narsani menga qaytarib tashlayapsanmi? Vafshi bloksan, bir umrga umuman pashol bo'l, bir umrga bloksan. Mana shunaqa narsa tashlasa ko'rmaydigan oshnalarga tashlab qo'yinglar. Ko'rganini qaydan bilsanglar bo'ladi? Kommentariyaga ko'rdim deb qo'yadi. Yashamaylik ekanda. Bu bizning qahramonlarimiz. Otin, Ha. 25 yil bir yostiqqa bosib qo'ygan bo'lsak, 5 yil seni deganman. Nima? O'ylam qani. Bu oilaning ajoyibligi katta farzandga er o'zining otasining ismini qo'ygan, Sanjar deb. Kichik farzandga esa xotin o'z otalarining ismini qo'ygan, Kozimjon deb. Agar mabodo oilada janjal ko'tarilsa, alamini farzandlaridan olishadi. Kozim ko'zingga olaymay o'lgur iflos maki. Sanjar qiyshiq, og'zingdan qoning kelgur, maki. Qiyshiq, Kozim g'ilay maki iflos. O'lim disha surilingda gap bor. Otadi. Mana o'g'il bo'lasizda. To'g'risini ayting. To'g'risini ayting. Chekyapsizmi? Yo'q, dada. Men hovlida bir ikkita buchoylar paydo bo'lib qoldi-da. Bilmasam. Ayesh chekyaptimi ekan? Balki. Balki. Va to'g'risini ayting, o'g'il bo'lasiz, tug'ilganingizda osh berganman xalqqa. O'g'il tug'ildi deb. Nos chekyapsizmi? Yo'q, dada. Ya to'g'risini ayting. Men muji bo'lyapti. To'g'risini. Yo'q, unaqa. Chekmayapsizmi? Yo'q. Oilada kimdir chekyapti-da. Nos paydo bo'lib qolyapti, sigaret. Qirsilatmasan cheking, qirsilatsiz zarar ekan. Qirsillatib chekasanmi sen? Yo'q, men qirsilatmasan chekaman. Men qirsillatib chekaman-da. M'appelle le temps, ça me sac bla bla. Ça t'y cause trop, ça t'y cause trop.